Yo, barchaga assalomu alaykum. Sizlar bilan Zayik Boy. Sizlarni yangi videoda ko'rib turganimdan xursandman. Bugun biz bilan har doimgidek Pixjon meni negirvatchi ukam. Assalomu alaykum. Bunachilar, sizlar bilan Pixjon va yangi videoga xush kelibsiz. Chota boshim aylanib. Boshingni aylantirasan o'zing. Obunachilar, bugungi videomizda biz Minecraft lekin bizda qo'shimcha yuraklar bor. Ya'ni bu yuraklarga erishishimiz uchun biz ularni avvalo yasashimiz kerak. Xo'p, Pix crafting table yasavor. Hozir do'stlar, sizlarga u yuraklarni ko'rsataman, ya'ni bizda qanaqangi qo'shimcha yuraklar borligini. Xullas, bolalar, ko'rishingiz mumkin bu yerda misol uchun loyli, har xil turdagi yuraklar bor. Bugungi videoda shularni maksimalini yasab, ularning kuchlarini sizlarga ko'rsatmoqchiman. Pix Menda juda ham ajoyib ideya bor. To'xtang, siz qarochi blok qanaqa loyilrak qanaqa vazifani bajarishni bilasizmi? Mana. Xullas, do'stlar, biz birinchi loyli yurakni yasaymiz, mana ko'rishingiz mumkin. Pix mana bitta urib bor, to'xtab tur hozir. Zayk bu tarafroqqa kelib, men daraxtning oldida sizni uray, har nima daraxtlar tushadi bizga. Qaniki? Ke, urib bor. Pix urib bor meni. Da, bolalar ko'ryapsizlar, mana birinchi yurak qobiliyati mana shunaqa bizga resurslarni olib beradi. Pix menga toshli aslahalar yasab ber bo'lsa. Qaranglar bolalar, olma bor ekan. Biz uji ko'rdinglar, birinchi yurakchani oldik, oddiy yurak, loyli yurak va bizning endigi maqsadimiz do'stlar, qaranglar, bizning endigi maqsadimiz hozir sizlarga ko'rsataman. Biz bundan aslahalar yasab olishimiz kerak. Ya'ni qanaqa aslaha? Bitta bolta va bitta kirka. Zayk shuncha tosh sindirdim. Xo'p, jigarlar, biz o'zimizga keraklilarni olamiz, qolganini tashlab yuboramiz. Hozirchalik bu narsalar bizga kerak emas. Xo'p, birinchisiga erishdik. Endigi maqsadimiz bolalar ikkinchisiga erishish uchun bizga yog'och kerak. To'xtanglar, mana shundan olib balki yasasak bo'ladi. Ya'ni nima kerak? Bitta crafting table yasashimiz kerak va 5-6 ta yog'och bo'lishi kerak. Hozir to'xtanglar, mana. Qaranglar. Yog'och, do'stlar, hammasini yog'och qilib olamizda. Bitta crafting table yasaymiz hozir. O'zingizlar guvoh bo'lasizlar. Mana bitta crafting table yasadik va ikkinchi jonni ham biz olamiz. Ikkinchi Pix men urib yuborib bitta, ikkinchi jon nima qobiliyatli ekan hozir ko'ramiz. Do'stlar, ikkinchi jon random narsa beradi. Pix yana bitta ur meni, Pix yana bitta ur. Mana bolalar, toshli, ya'ni aslahalar beryapti. Mana key bolalar. Mana, u 44 ta berdi. Yaxshi do'stlar, ko'rdinglar? Bu yerdan bizga unchalik foyda yo'q. Endi qishloqqa qarab ketamiz. Obunachilar, ana yerda pillagerlarning qalasi bor. Qishloqdan resurslarni olamiz va o'zimizga bir nechta kerakli narsalar yasasak, shu bilan biz qishloqdan ketamiz. Kravatni olaylik va bu yerda izmurud. Ovqat ham bor, to'xtanglar. Ovqatdan deyarli muammo yo'q. Nimaga desanglar, hozir mana bu yerdan somonlardan o'zimizga ovqat yasab olsak bo'ladi, mana. Ko'rishingiz mumkin. Bizga qarochi bolalar, ya'ni jonlarning qobiliyatini ishlatishimiz uchun jonimiz ketishi kerak-da, ovqat yeb ketkazaveramiz yani. Pix makillatadi hozir bu. Bu brat. Qo'lim makillataman. Siz ham, nariroq turing, siz ham qo'shirib yuborishim mumkin. Ehtiyot bo'ling. Do'stlar, galemni ol. Xo'p, yaxshi, qaranglar. Pix ko'mir kerak bizga. Qayerda ko'mir topsak bo'ladi? Ko'mirdan ham yasasak bo'ladi bir nechta. Ko'mirmi? Da. Mana shu taraflarda bo'lishi kerak. Bechora qishloq bilan tinch qo'ying yo'q. Nice. Bolalar, qaranglar, bizda bitta pechka kerak. Ya'ni pechkali yasasak bo'ladi. 9 ta tosh olsak, chotki bo'ladi. Ya'ni pechkali yurak ham bor. Uni ham obzor qilib beramiz sizlarga. Keyin vardenlisi ham bor. Uni ham maksimalni harakat qilamiz yasashga. Obunachilar, bemalol o'tib sizlar ham mana shuni mod kanalimni o'tib o'ynasanglar bo'ladi. Videoga like bosib, kanalga yangi bo'lsanglar obuna bo'lishni unutmanglar. Xo'p, qaranglar, biz nima qilamiz birinchi navbatda? Ikkita ko'mir kerak, Zayk boy. Bilmayman, nechta bo'lsa beraver. Mana bos. 8 tadan yasab bo'lmas ekan, lekin mana. Xullas 44 ta non bor va vobshe ko'p nonimiz bor ekan bizda. Endigi navbat pechkaliga-da. Keyin pechka ham kerak-da Pix bizga. Ko'miring bo'lsa aytganimdek berib tur. Xo'p. Qishloqda mana sen qayerda turibsan? Oldingizga ketaman. Bo'ldi. Va bolalar, biz keyin o'zimizga bir nechta narsa yasashimiz kerak, qaranglar. Mana buni olaylik. Bitta shit yasayman. Shit yasaganimdan keyin bitta kirk yasab olsam, pillagerlarning hozir qalasiga borib totem topsak, totemdan zo'ridan yasasak bo'ladi. Mana. Va bizda kirka bor. Pix qalqon yasab bering bitta senga ham. Davay bolalar, mana Pixga ikkita qalqon yasaymiz. Bitta, ikkita. Pixga
Qanisan? Mana do'stlar, Pixga bitta qalqon berdik va o'zimizga ham o'sha qalqonni olamiz va kirkani o'rniga kirka va keyingi yurakchani yasashimiz kerak biz. Keyingi yurakchamiz, nice. Pix meni bitta urib o'rda. Pix Joning ketyaptimi? Yo'q, menga qarashingizga, basharamga qarang. Da. Qo'lda uring, botda urib. Da. Uring, qo'lda mani bitta uring. Da. Shunaqa narsa. Da, xullas bu jonni ketkizar ekan. Keyingisi, ya'ni nima yasak bo'lar ekan bizga? Da, daraxtli yasak bo'lar ekan. Bittani bor ekan, zaif, kuznitsa bor ekan. Kuznitsaga endi kirmoqchi edim. Mayli, hozir kiramiz. Bolalar, 3 yurakni yasadik biz uje. Endi 4-chi, 5-chilarga qarab ketaveramiz. Pix, temir bor ekan, nima narsa bor ekan? Almaz bor ekan, almazni oldim. Nice. Obsidian, mana kallakka degan. Aytmoqchi, nechtaga yasaladi? Pix, almazni yurak bor. Endi creeperli bor ekan, arli asalarli, bu temir, anvil nechta temirga yassa bo'lar anvilni, Pix? Anvil juda ko'p kerak. Mana anvil yo'qmi, zaif qo'shibdi. Yo'q ekanda, baliq. Zaif qo'y, mana bir dona almazni yurak yasashga yetdi. Sizga tashlayveraymi chano? Tashachi menga? What? Bu nima narsa qilib berar ekan Pix? Zaif qo'y, to'xtang. Mana yangi yana xususiyat topdim. Qarang. Mana hozir men qo'lingizga ishlaysiz bu narsani. Aha. Urishni bosing. Ishlatar ekan. Urishni mana urish. Bironta urasizku unday. Qilichlar. Ye. Hamizga ham shunaqa xusus. Hamizga ham bitta qo'shiladi, zaif qo'y. Dada. Bu qilich bo'ldi do'stlar, bu pillagerlarning qalasiga zo'r ish beradi. Pix, yur, narsa olamiz. Keyingi yurakchani qaysi birini yasangiz? Pix, keyingi yurakchani. To'xtang, mana urib turaydi. Qishloqi. Barkan haqiqatan mana bu. Yomon jonni katta olar ekan. Qishloqnikini yasam bo'lar ekan, Pix. Qishloqnikini yasab ko'raymi, nima berar ekan? Qishloqi. Yasab ko'ring, menga ham tushadi-ku keyin. Da, qishloqnikini yasadim. Men urchi bitta nima qilar ekan? Ana qo'lingizdagi bilan mana bunday urishni bosib ko'ring. Izvrut berar ekan. Biz boyib ketamiz. Bola qishloqnikiga qaranglar qanday izmurut berar ekan. What? Izmurut. Yomon qiziqaman, boshqa narsalarga ham. Yuring, zaif qo'y. Hammasini yasab turamiz. Hozir to'xtab tur. Cho'chqali bor ekan bu yerda. Keyin bu hammasini bitta ko'rib chiqsak, keyin yaxshi bo'lar. Tovuqlichi, tovuq o'ldirish kerak. Hozir eng oson variant Pix. Menda bir cho'chqali hozir. Uxlab olamizmi kechqurun bo'lib? Keyin pillagerlarning qalasiga borardik. Cho'chqa bilmadim. Yuringchi bir yasab ko'ray, mana cho'chqa bor ekan. Daydi, cho'chqani go'shti. Ana ishlatdim. Zaif qo'y, men joyini almashtirib qo'yaman. Yurak almaz deydi. Zaif qo'y. Masalan, qarang, zaif qo'y mana. Ursiz almazni birinchi tashlab qo'yadi. Kirish. Avval uxlab olaylik, keyin pillagerlar qalasiga bosamiz. Mayli, men ham uxlamoqchiman o'zi shunaqasi. Qani pechki kravat. Kravat bo'lmaydi bu yerda. Ana u yoqda aytgandek pillagerlarning qalasi, o'sha tarafga qarab borishimiz kerak. Balki nimadir o'zimiz kerakli narsa tushib qolar. Yo'ldan cho'chqa chiqsa o'ldiramiz. Nimaga desanglar, cho'chqani go'shti kerak bizga. Zaif qo'y, qanis. Keyin tepaga qarab ketyapman pillagerlarning qalasi. Sapling, to'xtang, zaif qo'y, saplingdan olaylik, sapling yasaylik. Do'stlar aytgancha yog'ochli anov yassam bo'lardi. Ya'ni daraxtli yurakcha. O'sha narsani yasaylik, men ham olaman bu yerdan saplinglarni. Keling tushing. Hujum qilamiz ularga. Men ham olishga harakat qilyapman. Bitta berdi hozircha. Ikkita berdi. Nechta bor senga? 3ta bo'ldi menda, Pix. 3ta bo'lgan bo'lsa menga ber. Ber menga. Bitta yana yurakchaga ega bo'lamiz hozir. Do'stlar, ko'rishingiz mumkin hozir. Nice. Do'stlar, ko'rishingiz mumkin, biza yog'ochli oldik. Yana bizning jonimiz bitta ko'paydi va endi biza tepaga qarab chiqamiz. Qaranglar, bu qanaqa? Bu yog'ochli, ya'ni daraxtli. Zaif qo'y, qarang. To'xtang, men ishlataman ko'rasiz. Yo'q, tepada ishlatamiz bu. Tepaga chiqib ketishga qulay-ku bu aka. Mana ekan, zaif qo'y, qarang. Bilaman, tagida yog'och hosil qiladi do'stlar bu.
Mana o'zi ko'ryapsizlarmi jigarlar? Nu bu xususiyati juda ham zo'r. Pillagerlarning tepasiga chiqib olamiz-da biz. Totem kerak do'stlar, totem shu pillagerlarni qarasini olib olishimiz kerak. Nima qilib bo'lmasin. Bekjon yonimdamisan? Hada. Orqangizdan, yoningizdan, orqangizdan. Yexe, o'ldirib qo'yadi o'zi. O'ldirib qo'yadi. Ishlatish kerak, Ayakboy. Qattiq ishlataman. Hammasi men izimdan kelyapti. No. O'ldirdim Ayakboy. Totem oldim. Mashlar uzr. O'lib qoldik. Ayakboy bir dona totem ta'sir oldim. Keldi, yana bittasi keldi. O'ldiramiz. Jonim bir qilib. Qochish kerak, Ayakboy. Jonim bir qilib. Totemni ber. Totem qizil gilamchang yo'qmi? Qizil gilamchang. Bo'ldi, qizil gilamchang yo'q. Holi ana sunduqdan qaramadik-ku, sunduqda balki bo'lishi mumkin edi. Bo'ldi, bo'lsa qaytib borish kerak. Do'stlar, qizil gilamcha kerak. Avval totemnikini esaylik, avval totem. O'sha kerak-da, qizil gilamcha kerak-da, totemlik. A few moments later. Bunga o'zimizga jonni naqd qilib olamiz. What? Bu qanday ishlar ekan, Pix? Uy, tagimizdan. What, bro? Вообще zo'r narsa paydo qilar ekan. Da, tagimizdan qanaqadir narsa paydo qilar ekan. Sen craft table qo'y. Yana qanaqangi jonlar bor ekan? Shu yurakchalarni ko'raman. Enderman. Endga borish kerak ekan. What? Endermanliksi bor. Ender dragonli ham bor ekan. What? Yaxshi, nezerdagi sen bor ekan, skeletni o'ldirish, qishloqniki ham bor ekan. To'xtanglar, qishloqi bu yerga. Qishloqnikini ishlatib ko'rish kerak edi bolalar. To'xtanglarchi, endi qishloqnikini ishlatamiz. Ishlatdik-ku. Qurib beradi. Ha, to'g'ri. Intilligini ishlatib ham ko'rish kerak. Keyin anon qani? Anvilni sotib olish kerak, balki to'lib bo'lmaydi. Xo'sh, Pix qara. Qaralab jonga tegdi. A few moments later. Do'stlar, mana qishloqning ikkinchi qismigamiz, ya'ni tepasiga o'sha yerga chiqaylikchi, nima narsa bor ekan. Ana kelyapti. Raid boshlandi, Pix. Bu ehtiyot bo'ling, men bulardan qochaman. Urishma bilan. Nisbatcha bular. Bo'ldi, to'xtanglar. Mana kuznitsa bor ekan, kuznitsadan. Ana bu yerda nezerga olib o'tuvchi portal ham bor ekan. What? To'xtanglar. Ana villagerlar bor ekan. Temir obsidianlarni olaylik, bolalar kerak bo'ladi. Pix qara, shunday turdi. Anvilmi? Anvil bor ekan. Anvil bor ekan, davay oling. Aytgancha yetsa bo'lardi. Temir nechta temiring bor sani? Temirim yo'q. Nima bo'la u? Raid hali ham yotibdimi? Jonga tegib ketdi. Xo'p, raid. Xo'p, do'stlar, qaranglar, bizga nima narsa kerak edi? Anvil yesak bo'lardi. Bitta temir yetmayapti. Pix, bitta temiring yo'qmi sani? Bir dona. Yo'qda, shu qidiraman aytdi temir. Qash kuznitsa kirik, kuznitsada yo'qmi? Kuznitsada hozir ko'ramiz. Kuznitsada yo'q ekanda, shu kuznitsada. Xo'p, bolalar, bitta temir topsak, bizga yana bitta yurakchamiz bo'ladi. Jellini ur. Nice. O'ldi. Ha, mana. Bo'ldi, crafting table qo'y, xo'p. Anvil qani. Prosta kichiklar ham yozib ekan. Xo'sh. Ana. Buni qobiliyati nima ekan endi shunda? Ko'rmadingizmi qobiliyatni? Tepadan anvillar yomg'iri, bro. What? Oniki qazarmi kesak, hozir to'xtatdim, men moblardan. Ketdik. Nezerdagi moblarning bir nechtasini yasaymiz, Pix. Zo'r ekan. Joniki qazar ekan, Zayk moblarni. Ketdik. Nezerdagilarnikini ham yasaymiz. Tepada bordi deshmasam. Tovuqnikini yasak ko'rmadik-ku. Tovuqnikini yasaymiz. Shu tovuq kerak, bizga tuxummi kerak tovuqda, eng muhimi. Tovuqni o'zi ham kerak. Mana tovuq ko'rdim. Tovuqni o'ldiraveram, go'sht pat beradi-ya. Pat berdi bitta. Pat.
ishda deymanda, pat ishdami deymanda, kerak. Pat birdan. Qidiraylik shu tovuq. No, qishloq anoga borganimizcha, Nezerda oldiga borganimizcha balki tovuqni yasab ko'ramiz. Ketdik yurchi. Hadi. Xo'sh, yaxshi, tepaga kutib turibdi bizani. Cho'chqaligini sadik, sigirli yuragan bo'lgan Nezer bilardim deyman. Tovuq bizdan bo'lsa bo'ldi, o'ldi-da bugun. Qocholmaydi. Qo'g'lab o'ldirib kelamiz borib.